Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun xudo xolasa ikkita rom, bitta eshikda zakazga olib qo'ygan edik. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Buni ustanovka jarayoniga yo'l oldik. Mana azizlar, bugungi ustanovka jarayonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu joyga 6500 penta profillaridan romlar yasab berganmiz. Plus podagonlarni qo'yib berganmiz. Yana bitta eng afzal tarafi двойной mexanizmda ustanovka qilib berganmiz. Bu oddiy holatda ochiladigan varianti. Bu esa fortichka holatda ochiladigan varianti. Buni eng afzal tarafi yozgi kunida havo aylanishi juda ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham mana shunday xizmatlar ma'qul bo'lsa, Minor Luxga murojaat qiling. Ishingizni tez va sifatli qilib bitkazib beramiz.